أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الرابع في معرفة ما يجب على المأموم أن يتبع فيه الإمام، يعني أن يتبع فيه الإمام. iqtido qiluvchi imomga qaysi ishlarda ergashadi degan masala ekan. Ajma'ul ulama ala annahu yajibu alal ma'mumi an yattabi'a al-imama fi jami' aqwalihi wa af'alihi illa fi qawlihi sami'a Allahu liman hamidah wa fi julusihi idha salla jalisan limaradin 'inda man ajaza imamatal jalisi. Demak, bu yerda ijma o'rni bor. Ijma o'rni bu ikki ahvolni sirtib qo'ygandan boshqa har qanday so'z va ish harakatlarda imomga ergashish kerak. Iqtido qiluvchi imomga ergashmasa bo'lmaydi. Birinchisi semiyallohu liman hamida deganda ergashish masalasi bo'ladi, ixtilof bor. Ikkinchisi imom o'zirlik holatda o'tirib o'qigan bo'lsa, oxir turgan kishi o'rtirib o'qish kerakmi yoki o'tirib turish kerakmi, ergashish kerakmi? Bu ikki masalada ixtilof bo'lsa-mu, qolgan masalalarning hammada ruku va ruku bo'lish kerak, sajda va sajda bo'lish kerak, Qur'on o'qishdan shab turish kerak, o'tirish kerak. Bundan ergashadi. إنما جعل الإمام ليؤتم به. أما اختلافهم في قوله سمع الله لمن حمده فإن طائفة ذهبت إلى أن الإمام يقول إذا رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده فقط. Bir grup alimlar imam beşini şunda rükûdan kötəgən çağda سمع الله لمن حمده lam deydi. Rabbana lekal hamd demeydi deydi. İqtida qiluvchi Rabbana lekal hamd yoki Rabbana va lekal hamd deydi. سمع الله لمن حمده دميدو. وممن قال بهذا القول مالك وأبو حنيفة وغيرهما، وذهبت طائفة أخرى وشافعي مذهب كذا وبشقى قرشك إلى أن الإمام والمأموم يقولان جميعا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. bu ishkilisin deydi, juplab deydi. وإن المأموم يتبع فيهما معا الإمام كسائر التكبير سواء. Başqa takbirlarga ergashgandek imomga ashu sami Allohu liman hamida robbana va lakal hamd deyishdimi o'xshash ergashadi deydi. Bularga qarshi beshni ko'targan chaqda sami Allohu liman hamida deb ko'tarib, unda bunda tiklangan qadni ruslagan chaqda robbana va lakal hamd deyimiz, chikkina tanglaymiz yani. وقد روي عن أبي حنيفة أن المنفرد والإمام يقولانهما جميعا. Yani yalnız o'qigan kishi bilan imom bu ikkisini hamma deydi degan qarashma rivoyat qilingan Abu Hanifadan. Lekin ma'mum demaydi degan rivoyat yana o'xshashdan ishkiliy ahvolda. Wala khilafa fil munfarid. Albatta yalnız o'qigan kishida buni ixtilof yo'q. Ishkilisini deydi deydi. Hozir shu iqtido qiluvchi kishi, yani jamoat mushuni ishkilisini damdu demamdi. وسبب الاختلاف في ذلك حديثان متعارضان. أحدهما حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. Bu متفق عليه حديث. İmamga ergişinin vacibligini gösterdi. فإذا ركع فاركعوا degan mush farqlari shaykhisi ko'pincha Anda qilgan aman, bunda degan aman aqllar geçidi ergishib qilinlar yana bu. Darhol kechiktirmay. Ba'zi odamlar imom sajdadan beshni ko'tarsa, uzun duoni qilib sajdadan turgan. Qilma buyruqqa unamaganday. Mashabi mazalda bir bosqich kechiksa, uning ta'siri bo'lmaydi ekan. Masalan, imom ruku olgan chog'da bu qiyamda, imom rukudan beshni ko'targan chog'da bu ruku qilib, anda sajdaga olgan chog'da bu rukudan qaddan ruslab, manda bir nima kechiksa mayli degan qarash bor. Bu namozning nimasiga zid. Endi sen uzun duo qilmoqchi bo'lsang, sen ayrim o'qigan chog'da yolg'iz uzun bir soat beshini ko'tarmay duo qilsang bo'ldi. Lekin imomga iqtidor qilgan chog'da bularma sabninki jamoatning shaklini buzib ketgancha. Hammadan bir qo'pib bo'lsa bu ruku qilib turgan. Bir xil unda riyoxo'rlik bo'lib qolgan. Ona diqqat qilmasa bo'lmaydi.
والحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه. ابن عمر'ның qo'l ko'tarishdi bizda qilgan hadisi. Ikki mo'ris qadar qo'lni ko'tardi, mo'risning udulda deydi. وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. Mushkilisini deydi degan var. Bu Buxoriy, balki Muslimning bordi. Buxoriyda aniq bor. Demak, hadisda hozir ishkilisini deganligini aniq bayon qilib qo'ydi. Faman rajjaha mafhum hadith Anas radhiyallohu anhu qala la yaqulu al-ma'mum sami'a Allahu liman hamidah. Demak, hozirgi vajib dalala Anas radhiyallohu anhu hadisidan mafhum, nas emas. Dalalat mafhum. Demak, manda deydi dedi, anda demdi demamdi uni maskut. Shunama? Uning gapini qilmadi. Cemaat dağıldı. Semiyallah'ın imamı dağıldı. İmam Rabbana lekal hamd demdi demem bunu yapıyor. Cemaat Semiyallahu limen hamide demdi demem bunu yapıyor. Ma'da inak işkilisini de koydu. Bunun asasında da faman raccaha mefhuma hadith Enes radıyallahu anhu qala la yaqulul ma'mum Semiyallahu limen hamide. Demek anın mefhumun asa bu mefhumun muhalefe. Bunu asa imam Rabbana lekal hamd demeydi. Cemaat Semiyallahu limen hamide demeydi debdir. وهو من باب دليل الخطاب يعني مفهوم المخالفة. وأنا في مذهب أصل تيان ما يدبنا غالبا تفصيلات نما لكن عموما تيان ما يدبنا. لكن بلغ قارن شغدا تيان قويت أني. عندما خارج طرف ما دليل الخطاب تيان دان ترولق ما دسنا أنا في مذهب دليل الخطاب بدليل الخطاب بس من أمام قمتنا ذب تبت أمام قمتنا أمام قلنا بس أمام ما لأنه جعل حكم المسكوت عنه بخلاف حكم المنطوق به. أنا دليل الخطاب ما نسشته. ومن رجح حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال يقول لما ربنا ولك الحمد. إمام ما ربنا لك الحمد دون مأموم ما سمع الله لمن حمده ديجنجا أخشش يعني إمام غا يعني باشكر كده أخشش أعيش دودي. لعموم قوله يعني ما الاسم عموم لفظه مشنا كويسه. إنما جعل الإمام ليؤتم به. ومن جمع بين الحديثين يا أنطلب يا بنطلق الله ما أشكي خرج كلام كنا جنب بقولشوا فرق في ذلك بين الإمام والمأموم إمام بلا مأموم أيريمز بالله demek birinci خرج كل كادر ومن جمع بين الحديثين شو جمع بقولنجا hadis ne bir delil gösterip ki hadis'e nispeten bu bizim hadis'den maslaşa alaydı orada buna cema baktı. Hazır kanda cema kıldı buna. Ya İbn Ömer'in hadisi mi? Muhtedinin diğerlik yok ki. Yok. Demek ma'mumның diğer yeri yok. Bundan manda hadisi buldu ki cema kılsa imam ma işkilisindeydi o. Resulullah diyen imam da işkilisindeydi. Lakin ma'mum bu çağda işte Semiyallahu limen hamden demek Rabbena lekal hamdun deydi de durvasın cema oldu ki. Lakin bu cema kılallı badı üçüncü bir karışına oturup koymagan koydu mu ya? Ya Abu Hanife'nin yani bir karışı iken var. Vaqad ruya Abi Hanife diyen karışı var. Aş karış cema kılan. Ma'munun digini mesbut anhu. Ma'munun kiri yok ki ma'anda. Yani ma'munun deliline ma'munun nispeten o delil bulunmayken zaten. Demek ki cema kılanlar digini İmam Abu Hanife'nin yani bir karışta munfarid olan imam deydi o dedi o. Cemaat olan takdirde akıt olan cemaat diş meselesi yok mana bunun da. Diyen müşahede cema قريش أسلوبي كمان. والحق في ذلك أن حديث أنس رضي الله عنه يقتضي بدليل الخطاب أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد. إمامنا ربنا ولك الحمد دم يدغلق. ذاك الوجه سمع الله لمن حمده دم يدغلق. بود دليل الخطاب جهة تقزاق له. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما يقتضي نصا أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد. ابن عمر إنك إمامنا ربنا ولك الحمد يدغلق إنك من النص. فلا يجب أن يترك النص بدليل الخطاب. النص نبز دليل الخطاب. تورك درجلك وقومه نسبة تشرسك بماي. çünkü nas degan dalil xitobdan kuchliroq. Va hadis Anas yaqtadi bi umumi. Hamda ma'mumcha buni yo'qqa deganga endi javob beradi. Anasning mush hadisida yani shu innama ju'ila al-imamu li yutamma bi degan Anasning hadisi shugo. Ashunda umum dalalati jamoatning semiyallohu liman hamida deydiganligini bildirdi. İnnama ju'ila al-imamu li yutamma bi degan. Agish kerak. Ay so'zdimi agishang deganlikni bildirdi. Ve bi delili xitabihi en la yaquluha
Lekin delil xitob bilan delil xitob masalan İbn Umarning hadisidimi? Hanafi mazhab dalil qilgan hadisdimi? Anasning hadisidimi? İbn Umarning hadisi ikkisida delil xitobni tayansak, jamoat uning gapi mashkur. Demdo demamdo yani Allah yaqulaha emas, yani mashkutun anhu deydi. La yaqul degan gap chiqmaydi bak. Yani mashkutun anhu. Yahtaj ila dalilin akhar. فوجب أن يرجح بين العموم ودليل الخطاب. Bundan biz delil xitob bilan umumning ikkisining o'rtasida tanlash kerak. ولا خلاف أن العموم أقوى من دليل الخطاب. Umumning yani bir nasningki umum dalalati mafhum muxolifa dalalatin kuchli. لكن العموم يختلف أيضا في القوة والضعف. Lekin umumlikmi ojiz kuchlikda darajasi o'xshash emas. دلالة ولذلك ليس يبعد أن يكون بعض أدلة الخطاب أقوى من بعض أدلة العموم لكن ده umum دلالة بالنص umum دلالتنا نمدن كشتغرق دب قرب دليل خطابتن بنا aldığı koymaz deb bulab lekin de umumning دلالة bazı aciz kuchli qilib qolgan ahvollar bor ba'zidan da mumkin deydi jiroq emas ba'zi dalil xitoblar nimadan kuchliroq bo'lishi mumkin umumning dalolatidan fal mas'alatu la'amri ijtihadiyatun yani fil ma'mum demak hozir dalilni ro'z mulohaza qilgandan keyin zot ma'mumga nisbatan bu yerda masala zodi aniq bunda garchi tarjih qilolmaydi ehtimollar deb qo'ydi demak dalil xitoblar umumninki dalolati bir-biriga qarshi keldi umumning kuchliqmi va dalil xitobning kuchliqmi uni biznasiz Amri degan qasam qiladilar. Lekin bu qasam ta'kidlash so'zi qasam iroda qilinmaydi. Ya'ni umrim bilan qasam demakchi. Yani umrim bilan qasam ham mag'abni kirib qolsa, ba'zi qarindoshim mushrik bo'ldim, darhol shahodat kelibdi deyish mumkin. Asli qasam man kana halifan falyahlif billah. Shunami? Umrim bilan qasam deydi. Lekin bu qasam bu lag'v yani. Bu qasam maqsad qilinmaydigan, bu munda odatga ta'kidlash so'zga aylanib ketgan bir so'z. Vallahi desigo, ama qonuniy qasam lafzi resmen sataq yo'q. Ma'vo hadisning lafziga, aniq lafziga xilof holatda qasam qilsang, Alloh bilan qasam qilinglar. Alloh bilan qasam qilsin degan hadisga nisbatan Alloh taolo Rasulullohning hayoti bilan qasam qilgan-ku. Amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Tamam, Rasulullah hayatı bilan qasam qildi. Lekin bu Alloh taolo qasam qildi. Lekin bandalar Alloh bilan qasam qilish kerak. Lekin bu so'zimda kishilarning og'zida bunda deyiladigan o'zining ma'nosi maqsad qilinmaydigan so'zli bo'lib ketgan. Shunga bo'lganda hech qanday ulamolar chataq ya e'tiqodga ta'sir etadigan degan bir yo'q. Tarjima qilishda shu qasam ma'nosidan boshqacha tarjima qilsa. Alloh bilan qasam deb qo'yib tarjima qilsa bo'lardi. Chunki Arapning burun qaşınmasımı, adette vallahi deb qo'yganmish hadisni o'qsam nurg'un chiqadi. Odat qasam nuqmadan. Bunda bir misal taklif qo'yash. Rasti zodimi shu? Bunda bir ishonchlilik nuqtashni maqsad qildi. Bu rasmiy bo'lsa inkor qilib qasam qilmasa olmaydigan ashunda bunda darajaga yetgan holatda emas. Normal holatdami? Banda bu hadislar sahobaning so'zlari nurg'un va bunda qasam. Bu yaminulloh. Hazreti Ayşe diyor yeminullah degan odatda bir shaxsni qasamni maqsad qilmay la vallahi va bala vallahi kalla vallahi degandek bunda degini shu yeminullah hisobunda o'tdi. La yu'akhidukumullohu billahi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aymana bima kasabat qulubukum. Shikayati bor bu. Shu oyatda unga hukmini bekor qilayotgan. Bu hamda qasam maqsad qilmagan so'z bo'lgandan keyin normal. Bunda ko'p uchraydi bu. Shu olimlarning kitoblarida ko'p. Bu haqiqatan zodi bu masala zodi shundoq demoqchim. Amri ijtihadiy. Demak, ma'mumninki deyishmasligida sen bu nas bilan zodi mana hadis bor deb g'achchi bu hadisni o'tirib qo'ysam, uning dalolati uni g'achchi unda denga chiqmaydi. İmamlarning ishkilisini deydiganligida zodi nafs. Bu hadisga zodi uning g'irbidan qiyolanmaydi. Rasululloh ishkilisini degan bo'ldi. Mazhabda ani tarjih qildi. Ishkazdan bizni olgan gap. Ishkaz bir-biriga zid gap qoldi. Men ma'no olmadim. Yoki endi sanajatin bakrak jonliq deganda, yoki Abdulloh ibn Mas'udning ishi udil kelganda,
boshqa bir murajjahatlardan uni tanlaydi. Bu normal ahvol. Mazhablar odatda har kuchliq aniq nas degandek uni tashlab bilan boshqa oldiga aytadi. وإذا رفع الإمام فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. Bu bir xil nasga o'xshaydi. İmam manda degandan shu manda davlat degani. İmam bu shunday deydi, shu manda degani. Ikkalam bo'lishib oldigan. Ya'ni ikkalam unda tankash qilib turgan bir-biriga. Rabbana lakal hamdulillah va lakal hamdu ishkili sayyidis degan. Qandisa bular. Va uninkini o'tganda Buxorining sharifida chiqqan. Buni bir bunda bir taqdir qilib tushuntirgan esimda qolmabdi. Asfamas. Va uni ba'zi vovul hal deydi, istinafiya deydi, boshqa gaplar bor. Hal bo'lishi mumkin. Samiallohu liman hamida degan so'zni bu yerda nima uchun samiallohu man hamida demay, liman hamida dedi. Bunda nokta var Arap tilida. Yani odatda sami'a man hamidahu desa bo'lib tushunama. Hamda aytgan kishini anglaydi degan bo'ldi. Lekin liman hamida sami'a liman lam bilan ta'addi qilib qo'ydi deganda bu ma'no tadammun Arab tilida istijaba ma'nosini o'z ichiga olgan. Anglaydi, anglab hamdisga loyiq unga savob berdi yoki duo qilgan bo'lsa ijobat qildi degan ma'no bo'lganlikdan, ya'ni yasma va yastajib أو يثيب لمن حمده degan ma'noda deb lam shunday. Lekin ishkili rivoyat to'g'ri hamda. Rabbana lakal hamdu va lakal hamd. وأما المسألة الثانية وهي صلاة القائم خلف القاعد فإن حاصل القول فيها أن العلماء اتفقوا على أنه ليس للصحيح أن يصلي فرضا قاعدا إذا كان منفردا أو إماما. Alimlar ittifoq qilgan bir o'rin bor. Bu bo'lsa-mu sog'lom bir kishi farzni o'tirib o'qisa bo'lmaydi. Yalğız olsun, imam olsun. Bunun delili hafizu ala salavat ve salatul wusta ve kumu lillahi qanitin dedi. Demek mesela namazdaki mesele deydi. Aldığı namazın gibi kıldığı ve kumu lillahi qanitin degeni qanitin mishada o'tgan qunut duo ma'nosida ibodat taat ma'nosida kıldığı qanitin degan mesela ta'iin taatmanlik bilan turinglar degan bo'ldi. Ve ciddalar ama kumu degan so'zda. Kumu degan turinglar, turinglar degan bo'ldi. Vaqtalafu idza kana unda munfarid bo'lsa ya imom bo'lsa unda qism bo'lmaydi. Endi ma'tulab o'qigan taqdirda aql turgan kishilar o'zi sog'lomken, lekin oldi turgan imom o'zirlik o'g'achqa o'tirib o'qibdi. Bunda ahvolda aql turganlar qanday o'qiydi? O'tirib o'qimdi imomga ayish uchun yoki oyatning nusxa asosini o'rtirib o'qiyramdi. Shu qarash birinchisi yusalli xalfahu qa'idan imam agishiyatdan o'tirib o'qiydi. وممن قال بهذا القول أحمد وإسحاق بن راهوي والقول الثاني أنهم يصلون خلفه قياما وقوموا لله قانتين قياما أقيدوا. قال أبو عمر بن عبد البر وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار الشافعي وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه وأهل الظاهر وأبو ثور وغيرهم. Muşu köpçülük alimlerine karşı örtürüp okuyduğu degeni. وزاد هؤلاء فقال يصلون وراءه قياما وإن كان لا يقوى على الركوع والسجود بل يومئ إيماء. Hatta kisel imam secde kılışkımı, ruku kılışkımı taqtı bulmay işaret kılıp da azrak işaretler azrak enişminde okuyan bozma ağdaki örtürüp okuyordu. وروى ابن القاسم demek üçüncü qaraş degeni muşamda. İbnül Qasim yani İmam Malik'in şagirdi, ustazdan rivayet kıldı. Ennehu la tecuzu imamatul qaidi ve ennehu in sallu khalfahu qiyaman ev qu'udan batalat salatuhum. Oturab o'qi odam saq odamlarga imom bo'lmaydi. Demak, u jamoat uning oxirida o'rtirib o'qsin, yoki o'tirib o'qsin, ularning namozi bo'lmaydi. Va bu bak aziz qarashda bu. Buni nimaga tayindiki? Vaqad ruya an Malik annahum yu'iduna as-salata fil vaqt. Yani bu bir xil karahat var deb İmam Malik'in ko'pincha ahvollarda o'sha namozdan vaqt ketmagan bo'lsam, vaqtida azroq qashil chiqqan bir ahvollarda namozni vaqt ketmagan bo'lsam qayta o'qiydi dedimiz. Demak bu makruhlikni bildirdi. Va hada inma yubna alal karaha la alal mana. Bu batil degan gap chiqmaydi bundan. Makruhlik chiqadi. Chunki yo'ydi fil vaqt degan so'zga asosan. Wal awwal wal mashhur anhu. Birinchi qarash shu mashhur dedi. Birinchi qarashga Ibn Qasim rivoyat qilgan va ishkili ahvol bor.
Keyingi ahvol Rasululloh o'tirib o'qigan, jamoat o'rtirib o'qigan. Oxir Rasululloh vafot bo'lishda ilgirki, bir 2 kun ilgirki voqea. Abu Bakr imom bo'lib ki Rasululloh chiqib kelgan ahvolda Rasululloh o'tirib o'qigan, Rasululloh imom bo'lgan. Abu Bakr muballigh bo'lib ovozni yetkazib bergan, bosh jamoat o'tirib o'qidi. وسبب الاختلاف تعارض الآثار في ذلك ومعارضة العمل للآثار. demak hadislar bir-biriga kelib qoldi. Amal ahli Madinaga bu hadislar kelib qoldi. Demak Imom Malik amal ahli Madinani asos qildi. Ibn Qasimning bo'yicha imom o'tirib o'qiy oladigan odamga o'tirib qolgan odam namoz o'qisa bo'lmaydi. jamoat o'rtasimi o'rtasida o'xshash kerak. Ha. Yo'q, bo'lmaydi demakchi. Qoidadan imom bo'lsa bo'lmaydi. Imom Malik rivoyat qildi. Shogird rivoyat qildi. Demak, hozir Imom Malikning ishqi rivoyat qildi. Ibn Qasim rivoyatida namoz bekor dedi. Yana bir rivoyatda u yo'ydi fil vaqt debdikan. Degandan biz yo'ydi fil vaqt deganni Imom Malikning odati nima bildirdi bu so'z desak, bu makruhni bildirdi. Agar batil olib ketsa, vaqt ketsa-mo, yo'ydi degan bunda bir qayta o'qiydi degan bo'lish kerak. Unda bo'lmaganki, u makruhni bildirdi. Hech yaxshi emas. Avla emas demakchi. Binal qaviyal daif. Yaqilish qoldi Malik mazhabdan. Lekin Hanafi mazhabi muassi hadis kelgan ekan, u qoidani asal tashritlab hadisga amal qilgan. Rasmiy ahli hadis bo'lgan ekan bular. Imom Malik ham da ahli Madinaning shimshindada ahli Madina o'zining unda ko'rgan tushungan demakchi, buni uzr kelmaydi. Ahli Madina unda o'ttag'arini bizning imom qilib unda qilmoq o'xshaydi faqat. Batil bo'ldi namoz degani shu mashhur emas. Ibn Qasim rivoyat qilgan. Lekin ma'vo yo'ydi fil vaqt degan bu bunda bir shogirdi o'zi nima qilib mudavvanada Imom Sahnon mudavvanada yozib qilgan ra'y bo'lgan ekan, shu mashhur. Demak, hozir ham da ikki xil qarash. Birisi namoz bo'lmaydi degan. Ibn Qasim rivoyat qilgan shu. Ikkinchisi makruh bo'ldi degan. Bu makruhning nimadan oldiq bu Imom Malik o'zi debkanmi aniq demagan. Lekin manda aloqat qanday oldi yani? Imom o'tirib o'qib, oxirida o'rtib ya o'tirib o'qigan bo'l, iqtido qilgan bo'l qanday oldi desa, agar namozdan vaqt ketmagan bo'lsa qayta o'qidi debkan. Buning asosi Imom Malik makruh deb qaraydi ekan deb manda tushundim. Lekin mashhurroq qarash Ibn Qasim rivoyat qilgan qarash shu. Lekin bu ham ahli Madinaning ishini asos qildi. Ahli Madina balki endi o'qqa avvalda qayta o'qiyotganmi yoki namoz olmaydi deb davomli qashu o'rtiradigan imomni imom qildimi? Odat shunda bo'ldi endi. Lekin u deganlik o'tirib qolgan imom bo'lmaydi deganligini bildirmaydi. U bir xil mafhum muxolifa, amal ahli Madinadan chiqadigan mafhum muxolifa. Endi Rasulullohning o'tirib o'qigan shu Rasululloh Madinalikda, amal ahli Madinada. U Rasulullohning shuni hisob qilmay Rasulullohning keyingi Madina aholisining hujjat qilgan bu bir ta'til ekan. Tushunami? Rasululloh al-Madina tursa, shu Madina qurg'ish tursa. Imom Nariz deganda endi sadaqani chiqarganda minbadan o'rdan u odamlar ya hozir bu hamda o'rtirib o'qiolmaydiganlar. Yani meyib bo'lsin, ya vaqtliq og'rib qolgan bo'lsin, imom o'rtirib o'qiolmaydi ekan. Shuni o'tirib o'qidi. Aqtuğanlar sağ örtüp okudu. Ama Aqtuğan'ın köpüncüsü örtüp okuyanlardan 5-6 aydan örtüp okuyanmaydılar vakin değil. İmam Malik'in meşhur karışıda hemmesi namazı bekar. Yani imamın lağımı doğru oluş kerak. Çünkü imam o'zining g'olib bo'yicha o'qidi. Lekin Aqtuğanlar qayta namazı qayta o'qimay sunmaydi. Amal al-Madina. لأنه يخالف العمل عمل دينا عمل أحمدين دمت. وذلك أن في ذلك حديثين متعارضين. حديث كيف قاللقتم بلكي عمل أحمدين دب ونولان ترجيح قلتكم بولشم. أحدهما حديث أنس رضي الله عنه وهو قوله صلى الله عليه وسلم وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. وتربوا قصاص وتربوا الله. وحديث عائشة رضي الله عنها في معناه وهو أنه صلى الله عليه وسلم وهو شاك جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا
فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. Bunun nima Rasulullah imam qanda o'qsa o'tirib o'qinglar dedi. Rasulullohning otdan yiqilib ketibmi yo to'gidan yiqilib ketib futti yarlangan yo bexini yarlangan bir ahvollar unda o'yladi bir kapidak bir yerda turgan. Shu chog'da sahobalar ziyorat qilib kelgan vaqtda namoz o'qigan. Rasululloh namoz o'qigan ular ixtiro qilgan bo'sh qilib. Jamoat namoz o'qigan chog'da bular Rasululloh o'tirib o'qisa bular o'rtib o'qigan ekan. Rasululloh mushahadasini degan. والحديث الثاني حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه الذي توفي فيه فأتى المسجد فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت رسول الله إشكيلن يلب çıktı şunama kutumunda yani cicip yani sörülüp çıktı çıkanken bunun cereyanı Resulullah qattiq ağrıp ketib Hazreti Ayşe'ge Abu Bakır'ını buyruğunu namaz okupasan da Hazreti Ayşe o üstülük kılıp atama mesuliyet yapamasa onda atamında bak namazda jığlap ketdi adamda bag'ri yumshoq adam bu deb yana noqtirgan keyin ikkinchi qadam senda uchinchi qadam senda ondan keyin hozirda asmanimi qazbisini siz Rasululloh bunda deb turganda uni ish qilsa keyin Rasululloh onun bir gap qilib inna kunna sahibi Yusuf degan shu. Axir u men qo'shdan yaxshilik ko'rmayman deb nimadan Hazrat Aishadan xabolab. Chunki hali ish qilsa o xabol gapimizni anglagan ekan. So'lan axiri yana Rasululloh bu xilofat masalasini ko'z tutganlik uchun aslida Rasululloh. Boshqa kim Abu Bakr buyruqlar deb chiqdi. Axiri Abu Bakrning buyruğundan ekan Abu Bakr namoz o'qiyotgan chaqda Rasululloh sal yengil tabi mavdu paydo bo'lganda bo'lib suquyonlar deb suquysal mavdu paydo bo'lganda ikkidan yo'linib Abbos bilan Hazrati Ali ikkilanga yo'linib turib so'ralgan holatda yoki jishib minib ekan namozga chiqqan ekan namoz tutsa Abu Bakr namoz tutsa Rasulullohni o'ttag'izib qo'ygan vaqt tuydamda Rasulullohni Abu Bakrning so'l tarafida o'ttag'izib qo'ydi. Ba'am bir xil dalal qilgan. Ya'ni imom va Rasululloh bo'lgan. Sol tarafga o'tag'izib qo'ygan Abu Bakr g'achchida Rasulullohga kirib oqiga yanmoqchi bo'lgan chog'da u so'zilan demaklikda unda jang turaveradi degan ekan Abu Bakr yadi g'achchida Xudoga anim bo'lsa Rasululloh uni turaveradi deb bir xil imomatchilikni bekitibdi deb shukr aytib Alloh taolo hamda aytib qilgan ekan undan yana oqiga qaytib Rasulullohga ixtilof qilib turgan. Yani imam hozir keyin kelgan bir raylan imom bo'ldi, imom aqidajib ma'mum bo'ldi. Bunda. Ba'zi rivoyatda yo'q Abu Bakr imom deb turarlim bor, lekin to'g'risi bu namozda ki Rasululloh kelgan ekan imom Rasululloh. Abu Bakr ovozini yetkazib berib muballigh bo'ldi. Ham yana bir dalolati sol tarafda turgan Rasululloh Abu Bakr. Abu Bakr o'ng tarafda turgan. Kimning imomligini bu o'rin belgilaydi. ومقتدي الله. فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر نقشت أطاره. أبو بكر عند رسول الله اختلاف نمزق ديرين. وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. جماعة أبو بكر آواز افترشلان شنو أساسا نمزق ديرين. رسول الله إمام أبو بكر مبلغ آواز يتكذب بردغان. ما يزدان خنم يتكذب بردغان. شنو واسه يتكذب بردغان شيء. Rasululloh bilan o'qigan namozni ikki pish namozni bunda o'qigan Rasululloh namozga chiqqan deb rivoyat bor. Birisi yakshanba kuni peshim o'qitgan. Mushu voqelik bir yakshanba kuni peshim bo'lishi mumkin. Keyin dushanba kuni bomda o'qitgan. Dushanba kuni vafot bo'ldi-ku, dushanba kuni bomda o'qitgan. Bu ikki namoz asos. Olimlar mush hadislarni tahlil qilishda ikki xil qarashdi. Birinchisi bir mansub edi Rasulullohning burun salluqodan deb mumkin mansubda keyingi shaysob deb qaradi. Yani bizse tercih qilish. Mansub deganlar inna zahira hadith Aisha wa huwa anna Nabiy sallallohu alayhi vasallam kana ya'ummun nas wa anna Abu Bakr kana musmi'an. Hazrat Aishaning hadisini aniq chiqib turgan ma'ni nima desa, Rasululloh imom bo'lganda Abu Bakr anda boshqalarga muazzinlik qilib yetkazib bergan edi. Leanna la yakun imaman fi salati, ikkisi imom bo'lsa Abu Bakr imom bo'lsa Rasululloh kelgan tursa Rasululloh imom va innan nas kanu qiyaman. Demak, mishada Rasululloh o'tirib o'qigan,
Cemaat örtürüp boğanlık için cemaat örtürüp okusu buldu. Ve inne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendi calisin. Fevecibe yekune hâdâ min fi'lihi sallallahu aleyhi ve sellem. İz kâne âhiru fi'lihi nâsihan li kavlihi ve fi'lihi mutakaddihin. Ve idâ sallâ ku'udan fesallû ku'udan diyen sözüne ve şu çağda anda kıldırıp, özünü kılıp, başkını kıldırıp okulan namazını, şu sözüne mensup kılıptı. Çünkü bu Resulullah vefat olayından bir gün ilgili iş. Onun da var var. Demek Hazreti Ayşe'nin hadisi bir xil ittirab var. İttirab degene bazıda anda mazmununu bildirgan, bazı bundan mazmununu bildirgan kep qolgan. Lekin Sahih Buxoriy'dagi Sahih hadisdagi aniq ifade maravila şu Resulullah'ın sol tarafida o'tadi. Rasulullah imomda Abu Bakr uni iqtido qilgan degan aniq. Yani 90% rivayet aşın görsün. 10% ihtimallıkta ya Resulullah iqtido qilgan. Ya bazı alimler şu Resulullah hiç bo'lmasa 3 namazning birisida Abu Bakrga iqtido qilib o'qigan deganlar. Ya bu anda bir ihtimallik bu bir namaz emas, 3 namaz degandan ihtimallik bu. Ma'lum bir namazda sol tarafda o'tiribdi, Abu Bakr o'ng tarafda o'tirib Resulullah iqtido qildi. Degan baş namazı şu. Yani bazı acizrak hadislarken ma mata nabiyyun qabla an ya'ummahu rajulun min ummati. Öz ümmetinden bir adam iqtido qilib namoz o'qimoqcha hech qanday payg'ambar o'lib ketmaydi degan bir hadis var. Bu aciz bo'lsa kerak. Muşanga asasen mi endi alimlar deb bakın. Demek 3 namazdan birisida 3 namaz o'qidi desek, ya aqalli 2 namaz o'qidi desek Abu Bakr'dan aşağı ahvolda. Birisida Abu Bakrga iqtido qilgan bo'lishi mumkin. Ehtimolli. Lekin ma vaqalikdagi Buxoriyda kelgan mushu vaqalikdagi nimada bu raviymi aniq ifodalaydi. Rasulullah imom bo'lgan. Wa amma man daba madhabat tarjih fa innahu rajjahu hadith Anas radhiyallahu anhu bi an qalu inna hadha al-hadith qad ittarabat ar-riwaya an Aisha fi. Anasning tarjih qilganida Aishaning hadisi ittirab bor. İmam kimde deganda taze igizib bas kep qaldı bu rivayet. Hal Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abu Bakr qaysi zade. Demek madis ittirab bo'lgan ekan, an hech qanday ittirab yo'q zati mustahkam ashadisini olmaydi. Wa amma Malikun falaysa lahu mustanadun min as-sama' mana. İmam Malikning ya bu mutarab rivayet yoki aciz hadis yoki bir şey mutaqaddim hadisdan bir dalil yo'q. Yani sama' yani naqli bir dalil yo'q. Özden vazifene mana aniq ahonni deb qo'yaptim. Ta'assubdan xoli bo'lganlikdan. Lianna kilal hadithayn ittafaqa ala jawaz imamatul qa'id. Demak, bu ikkili hadisda biz imomga nisbatan aytsak, ikkilisida uzrli kishi, ya'ni kasal, og'rib qolgan kishi o'tirib o'qib imom bo'lganligini bildirdi. Bu imomda emas, hozir bizning boshqaning talashtarchi imomning o'tirib imomatchilik qilib bo'lmaydiganligida emas hozir. Chunki ikkili hadisda mutaqaddim hadis, mutaakhir hadis olsa Hazreti Ayşe'nin ikkilisida imom o'tirib o'qigan. Lekin hozirgi masala ma'lum talashchilikni oxir tugallining gapi. Bu yerda ixtilof bo'lgani qiyamul ma'mum aw quvva demak, oxir tugan jamoat o'tiramdi, o'tiramdi. Hatta innahu laqad qala Abu Muhammad ibn Hazm. Hatta kan ibn Hazm nimdida innahu laysa fi hadis Aisha anna an-nas sallu la qiyaman wa la qu'udan. Bu Hazreti Ayşe'nin hadisini bu cemaat örtüp okudu ya oturup okudu degan gap yo'q-ku. Belki cemaat Rasulullah oturup okugan, Rasulullah iqtido qilgancha o'tirib olganda shular bunda da turadi. Nima ko'rsatib bo'lgan ekan? Demak, bu bir dalil xitob demaksan. Mashkutun anhu bo'lganda. Mafhum muxalifa misol. Rasulullah oturup okugan, onunki yetkizgichi oturup okugan, keyin do'qonlar. Yani Abu Bakr mümkün oturup okugan deyiş mümkün. Mesela. Bunda da turallık Allah. Çünkü Resulullah oturup okugan iken Abu Bakr mı kirpam yanında ottadı. Cemaat mı kaççıda örtü olan cemaat oturup aldı deyse mümkün. Abu Bakr'ın özü imam bo'lgan, yani Buxoriyning hadisida Resulullah'ın namazı qıza qildi Abu Bakr. Sol tarafda oturdi degan kelsa. Ya tamam, mayda o'zi rozi bo'lgan ekan, unda o'qib
desek bo'ldi. Lekin o'sha hadisni rivoyat qilganlar Rasululloh turibaz tursa bular burun boshlagan ekan. Yani burun boshlagan cho'qim nima qilish kerak degan gap yo'q. Yani bu hatta ba'zi olimlar mushu ahvoldan agar bir sonda imom bo'lib nuq bo'lgandan keyin ma'lum sababdan kim namoz u takbir ularni u odam yetishmagan kim kelgan birisi vaqtida imom o'zining ahvol qarab boshqa odamni imom qo'sh bulardi deydi. Shuni siz masalan imom bo'lsalar ya bir ahvol bo'lib qoldi sizga bir sadaq chiqib qolsa siz namozdan ketmaysizlarmi? Vaqtida turgan odam bizni chiqarib qo'ygan sizlar chiqib o'qisin bo'ldi deb turadi. Mendan olimroq, men taqvaroq. Masalan, ustozlar kelib qoldi. Imom namoz turib bo'lgan. Aslida burun kelgan bo'lsa siz zaten oldiga chiqmaydilar, oldiga o'tmaydilar. Namoz turib bo'lgandan keyin kelgandan keyin siz beklamamdi, hurmat qildim deb to'g'rilarni ifodalab vaqtida xuddi Abu Bakr Makan ibn Abi Quhafa yataqaddam bayna yaday Rasululloh degandek bu siltusiman oldirib olsam qanday oldiga tartib chiqarib qo'ysalar bu ustozlar o'qisa bular degan. Dalil nima mana bu hadis? Rasulullohning sharhi. Aynan bu shu. Mumkin, ehtimol. وليس يجب أن يترك المنصوص عليه لشيء لم ينص عليه. منصوص عليه نما؟ منصوص عليه هذا. هذا ده أترك أقش. فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا ديان نصاغه. شنو ده بيادا هذا ما لسه لم ينص عليه مثله. أترك أقان يا تمام. Bunu taşırasak bulmaydı. Yani madis kasası adisini taşırasak bulmaydı demek. قال أبو عمر وقد ذكر أبو المصعب في مختصره عن مالك أنه قال لا يؤم الناس أحد قاعدا. İmam Malik'ten rivayet kılıp bizgan muhtasar kitabında Abu Mus'ab şagird olsun mu İmam Malik'nin? La yu'mun nas ahadun qa'idan degan bir so'zni rivayet etgan. Fa in ammahum qa'idan fasada salatuhum. Eğer oturup imam bulup kalsa Allah'a cemaatinin namazın bozuldu, özünün namazın bozuldu. Lianna Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle la yu'menne ahadun ba'di qa'ida. Menninken oturup imam bulmuşsun. Lekin bu hadis tekşiriş gerek. Kâle Ebu Ömer ve hâzâ hadisun la yasihhu inde ehlil ilmi bil hadis. Demek bu tokulmuş mümkün. Mevduadır doğumuz. Lianna yervi Cabir Ju'fi murselen. Cabir Ju'fi adette daifim. Hadisinde Cabir Ju'fi diye isim çıkmanı kıllam acizde plan tam ortadan geldi. Veleyse bihücce fîmâ esnede fekeyfe fîmâ ersel. Cabir Ju'fi balıkның üstüge bu murselken. Bu eğer mursel olmay musnad bo'lgan bo'lsa Cabir Ju'fining balık uçurlam acizlik etdi. Bu mursel olib qolsa acizlikning üstüge acizlik deydi. Yani daif cidden diye barda. Ve kad rawa ibnul Qasimi عن مالك أنه كان يحتج بما رواه ربيع بن أبي عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وهو مريض. أبو بكر من بوان شهداش في كسالة رسول الله شكت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بصلاة أبي بكر. رسول الله أبو بكر اختاق النماز قرآنه وقال ما مات نبي حتى يؤمه رجل من أمته. وهذا ليس فيه حجة إلا أن يتوهم أنه اتم بأبي بكر لأنه لا تجوز صلاة الإمام القاعد. İmam Malik müşahhadiske asasen öz rivayet buluşu mümkün mü? Müşahhadiske asasen Resulullah nime ihtida qilgan Abu Bakrga. Şu o'tirib bunda imom bo'lmaydi deb turadi. İmam Malikning dalil qilgani shu. Lekin Resulullah Abu Bakr ihtida qilmamız o'qidi degani sahih hadis qana kelgan. Abu Bakr Resulullah ihtida qilmamız o'qidi deb kelgan. Ma sahih, ma bu aciz. Ve hada laysa fihi hujja. İmam Malik'in mezhebine rad qiladi İmam İbn Rushd. Bu delil yok. İlla yutavahhama ennehu tama bi Ebu Bekr. Ma mata bi hatta yawma rajulun min ummati deganda balki bosh chaqda saqadamga ixtiyor qilgandi. O tamagan chaqda bunun delili yok deydi. Lekin Ebu Bakrga ixtiyor qildi mush ahvolda deyiladi. Mush kasal bo'lib qolib shu vafot mush ahvolda Ebu Bakr ixtiyor qildi degan taqdirda ennehu la tuz salatul imamul qa'id. Chunki miyada munda chiqdim. Nima uchun Abu Bakr iqtida qildi desa, asli Rasululloh imom bo'lish kerakda. O'tirib o'qigan imomning imomatchiligi to'g'ri bo'lmaydigan bo'lg'achqa, namoz durust bo'lmaydigan bo'lg'achqa, shu Abu Bakr iqtida qilgan deb turoldi. Ma'noning asosi shu. Va hada zannun la yajib an yutraka lahu an-nas. Bu bir amdanda o'ylab qilishdan iborat, xolos. Bunga inib nasni tashlasak bo'lmaydi.
Ma'mad Nabiyyin degan hadis mi? Hadis. Peki aciz. Onu bir cemaat nima qotimiz kim Undagi Rasululloh boshqalarida xudo qilib o'qimaganda Rasululloh imom bo'ldi. Rasululloh bo'z jamoatlar bo'lgan taqdir Rasululloh saqlaydi. Rasululloh boshqada unda hadislarda birat chiqib qolsa qanday kitam lekin unda ahvol yo'q. Anda bo'lib qarash o'qisa nega kirdi? Falan vaqtida tayyorlansa Ha, bir şey ekildi. Ya hatta nima ekildi? Al tajuz imamatul mafdul. Andın ulu aparıp ahli sünnet şia ma talaştat istikili andın imamatul mafdul caydab ahli sünnet andın xilafal meselesini onun kıyas kıtırıp hemen adabın çıkırdamız mı? Bunda ahval bulmağın olsun. Ve hâzâ zannun lâciben yutrake lahun nas. Mişe nas nima? Bukhari'deki o şey ene kadisini demek için. Ma da'fe hâzel hadith. Yani onun üstüge mahadisi aciz dedim. Mahadisi aciz. Onun üstüge nima dedim bunda aynı o'ylab qoldim. Bu Rasululloh Abu Bakr ixtiyor qilganda o'ylab qoldim. Chunki Abu Bakr burun imom emasmi? Keyingi oyatda ixtiyor qildi deb bunda o'ylab qoldim. Lekin Rasululloh Abu Bakrning so'l tarafida o'tadi deganligi, bu imom Abu Bakrning ixtiyor qilganligi. Yana undan Buxoriyning rivoyatida hali burun kirish kerak deganni kim belgilaydi shuni? Tamam. Shu belgilaydigan odam kerak deganni o'zgartiradi hozir. Yo'q, o'qiyveradi-da. O'qiyotgan chog'da namoz ma'lum bir yo'q bo'lgan chog'da Rasululloh chiqdi. Chiqqan ekan yana turiver deb buyurdi. Abu Bakrni "Jang turiver" deb ishorat qildi. Turganiga Abu Bakr bu yerda Rasulullohning bu buyrug'idan adabni avla ko'rib batdi yana. Shu ulamolar hal avla al-imtithal aw al-adab de. Ayyuma muqaddam. Adab muqaddammi yoki buyruqni bajarib keltirishmi? Masalan, ustozlari ya dadalari masalan. Ular vaqe masalan. Sen mana desa, ya oldimdimang desa, menga versa, sen birinchi desa joyga masalan. Ya deb ching turvasa, bu isil bir fazilat bilamdi yoki ma'qul deb onunga buyrug'iga amal qilsa, bu bakrak fazilat bilamdi deganda talashtachi. Ba'zilar al-imtisal muqaddam al-adab deydi. Buyurgan degan, buyruqni bajarganda shu eng avla. Bular manda ahli sulukli buni obdan bildi. Ama odatga normal olimlarmi mush adab muqaddam degan tarjih qilganlar mush ahvolni dalil ko'rsatdi. Hurmatlash jihatdan bo'lsa bo'ldi. Dadasi masalan ba'zida bir ish buyurdi masalan. Masalan ya nimaga velosiped ekan kerak. Bismini mayda. Bular sen men desa yo'q, o'zingiz bilan undab turarsa, bu adabim. Demek yani bunda Rasulullah özü şiarı belgilep verdi. Yani namazdan keyin, namaz başlanıp bolgandan keyin kelgan adammy cemaat qatnaşgandan keyin qatçı imam onunla alması bulduğanlıqı şundan çıkar. Asli bo'lmaydi. Ama lekin Rasulullah maaş bilan bulduğan qilibdi Rasulullah. Çünkü buldu, bo'lmaydi, kerak emas deganni belgilagan shu Rasulullah. Navni kim mundatdi. الفصل الخامس في صفة الاتباع قند أيشدو تانمو مثلا الجر كيمو عقل لما أرق ويبمو ديندي وفي مثلا إحداهما في وقت تكبيرة الإحرام للمأموم جماعة إمام تكبير شركوان كي قشان تكبير شردو تانمو يا كيمو يا والثانية في حكم من رفع رأسه قبل الإمام شكينيسي إمام دون برون بشين كتروا أسالي Asli imamga ayish kerak to'g'ri. Bu oldi sirib oldi. Beshin ko'tarash emas. Bir odam da burun secdega berishim bor yani. Imomning oldi sirib deydi buni. Lekin hadisan beshin ko'tarash kelganlikdan bunda iborat turadi. Amma ixtilofum fi vaqt takbiril ma'mum qachon takbir tushirdi? Fa inna malikan istahsana yukabbira ba'da farag'il imam min takbiratil ihram. Imom Allohu akbar deb to'xtab bo'lgandan
aqid tuğan cemaat Allahu akbar desin deb shu yaxshi deb qarab, mustahab deb qarab. Qala wa in kabbara ma'ahu ajzahu. Billa tang deb qasmaydi. Lekin oldi demaydi. Burun divas bo'lmaydi. Tang deb qasmaydi, lekin yaxshi deb bo'lgandan keyin deyish. Vaqat qila innahu la yuzu. Yani bir rivoyatda tang deb qas bo'lmaydi degan qarash bor Imom Malik. Va amma idza kabbara qablahu fala yuzu. Uning oldida divasa hisob bo'lmaydi. Wa qala Abu Hanifata wa ghayruhu yukabbiru ma'a takbiratil imam. İmam bilan tang takbir tushiradi. Fa in faraga qablahu lam yuzi. İmam oyog'ini bo'g'ab bo'lsa, bu oyog'ini bo'g'ab bo'lsa bo'lmaydi. Oyog'ini tang tushirish kerak. Bu hamda ovozini tez ya qisqa uzun qilishda shu imom bilan tang Allohu akbar, Allohu akbar deb. Allohu akbar, Allohu akbar deb bunda chiqilish kerak demak shu. Va amma Shafi'i fa anhu fi zalika riwayatan. İmam Shafi'i ikki xil rivoyat keldi. Birinchisi Imom Malikning mustak bu mashhur rivoyat ekan. Imom Malikga o'xshash. Ya'ni imomdan kim takbir tushirdi? Tanglab qolsinmaydi dedi. Va sani annal ma'mum in kabbara qabla al-imam ajzahu. Tanglab qolsa mayli degan qarash. Ikkinchisi. Keyin qiladi deydi albatta, lekin tanqib qolsa mayli. Bu Imom Malikning ashiyanda qarash o'dil kirgan-ku. Hamda Imom Abu Hanifa nima uchun bunda turib oldi? Imom Abu Hanifa sohibining qarashi o'xshamaydi. Abu Hanifa tang deydi deganda yolg'iz o'zi. Bu fa lil hal debdi. Fayda kabbara fakabbiru deganda fa lil hal. Yani shu takbir tushgan chog'da takbir tushiring deganda bunda tushunibdi. Lekin boshqacha imom Allohu akbar degandan keyin oqida dangladigini al-fa lit ta'qib. Keyindin bunda danglagan. Wa sababul khilafi anna fi dhalika hadithayn muta'aridayn. Ahaduhuma qawluhu sallallahu alayhi wasallam fa idha kabbara fakabbiru. Ma isma yani bizse yani bir zikr qolgandek hadis ما روي أنه صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم أن امكثوا فذهب ثم رجع وعلى رأسه أثر الماء. وإمام أحمد رواية غازي قديما رسول الله جنوب كان إستديو قد تسقب الله أكبر ترب قد إستقلب لهم توقتان الله جغر كتاب شهر جنوب لهم سو بسن تمثيلات قد تسقب لهم نماز تودي. Lekin bu hadisda aqdi jamoatlar namoz o'qiganda buni saqlab turdimi? Ya o'tirib bizam damalib turdimi? U vallohi uni mashkur. Bu yergi maqsad mana fazohiru hada anna takbirahu waqa ba'da takbirihim dedi. Bu jamoat Allohu akbar deb turib qo'ygan. Rasululloh burun Allohu akbar degani hisob emas u. Shu junub holati namozni Allohu akbar desa qamlashmaydi. Sonra Rasululloh uni bekor qilib o'tib, junish shirkatda lekin Rasululloh Allohu akbar degandan keyin bu jamoat Allohu akbar deb turgan deydi. Endi Rasululloh chiqqandan keyin u jamoat burunqa shu imomdan burunqa takbir bilan turaverdi ki Rasululloh yangidan takbir qildi. Ya'ni jamoatdan keyin takbir qildi demak. Yana lam yakun lahu takbirun va avvalan. Chunki birinchisi takbir bekorlab ketgan. Limakan adamat tahar. Demak, buning dalil ko'rsatishi shu hamda. Rasululloh bir takbir tushdi, u jamoat oxirida ular bilan takbir tushdimi? Ki Rasululloh birinchi takbirni bekor qilib o'tib, shirkatda o'zining takbirida qoldi. Rasululloh chiqqandan keyin jamoat burun takbir tushirib qo'yganda, Rasululloh keyin takbir tushganda bunday. Jamoatning takbir tushganmi? Unda yo'q shu. U hadis unday emas. Demak, u jamoat namoz o'qiganda turdimi, o'tirib turdimi, qaranglish bo'ltadimi, u aniq kelmaydi. Bunisi hadismi, balki aran hadis hasan bo'lishi mumkin. Tamam? Daif. Wa huwa aidan mabniun ala aslihi anna salatal ma'mum ghayr murtabitatin bi salatil imam. Bu mamda İmam Malik'ninki cemaatning namozi bilan imomning namozi bog'lanishlik emas degan asas qurilgan edi. Hanafi mazhabida shunday asas bor, İmam Malikning shunday. Wal hadis laysa fihi zikrun hal istanafu takbir am lam yastanafu. Demak, bu hadisda u jamoat Rasululloh chiqib Allohu akbar deb turgandan keyin ular yangi boshladin Allohu akbar deb turganmi, turmaganmi? Uning gapi yo'q. Falaysa bagan yuhmala ala ahadima illa bi tawqif. Shu takbir tushirish tushirmaslik u masalasini ayrim bir hadis olmasa unda degil olmaydi. Wal asl wal ittiba aslida qoida nima? Agishish. Rasululloh Allohu akbar degandan keyin unda ular aytish. Va zalika la yakun illa ba'da yataqaddamu al-imam imma bit-takbir va imma bi-iftitahihi. Mundarim qilgandan keyin ondan bosh jamoat uning agishlangan. Eng yaxshisi imom oldiga sirkitish bo'lmas uchun imom Allohu akbar deb bo'lgandan keyin qilsa shu yaxshi. Çünkü imamdan burun biz to'xtab qolamiz. Balki imom da so'zab jamoatga
Cemaatlar namazı kıldığında Allahu Ekber deb bundan tizam deyotmaydi. Allahu Ekber deb bunda sal so'zdi. Sonra yolg'iz turgan Allahu Ekber desa, Allahu Ekber deb qo'ysa yerimiga Allah deb qo'ysa biz Allahu Ekber deb qilib sadaq qilamiz. Yani fakabbiru degani nima? Shuning aqidillam degan gap. Shunda nima qilgan hamon degan gap. Demak, shu Allahu Ekberning imomning Allahu Ekber degan so'z Allah degan shunda anglagandan keyin tabiir tushsang bo'ldi degan chiqdi. Lekin Allahu Ekberni to'liq anglab bulab tushirishing kerak degan aniq emas. Va amma man rafa'a ra'sahu qabla al-imam, imomdan burun beshin ko'tarsa eshakka aylanib ketamiz degan gap bor-ku. Mush gap shu. Mushahidisdan chiqqan gapdami? Fa innal jumhur yarawna annahu asa'a. Burun ko'tarib qolsa, oldirib qolsa deylarmi? Rafa ra'sahu degan emas, bu yerda maqsad. Oldirib qolsa yaxshi bo'ldi. Lekin salatu joiza. Günahkar olsa namazı dürüst bulaverdi. Ve ne vecib aleyhi en yerci'a fe'tebi'al imam. Bu deral akı kaytıp imam bilen erişmiş, sırtıştırış gerek. Ve zâbe kavmun ila enne salatahu tabtulu lil va'idillezî câe fî dâlik. Çünkü bunun da ağır vaid gelgelikten namaz bika olup gidiyor buna tapkaraptı. Ve kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem ama yakhafullezî yerfa'u ra'sehu qabla'l imam en yuhavvilallahu ra'sehu ra'se himarin. Yani bir rivayette kalb deb kelgan. Bu Buxoriyda hadis. Lekin kalb degan rivayat boshqa nimada kelgan bo'lsin, boshqa hadis kitob. Lekin bu anda ra'si himarga o'zgartib qo'yish, haqiqiy bunda o'zgartishni demdi yoki bu bunda boshqacha uni ta'vil qilish mumkinmi? Yani buni dot kalva qilib qo'ydi eshakka o'xshash degan gapmi? Yoki ras ashbeshini sura mubaddal qilib, masx qilib haqiqiy bir eshakka aylantirtamda bunda olimlar qilgan. Ba'zilar bu do'tkal vaqt qo'ydi degan ma'noda qaraladi. Ba'zi rasanda nima qilib qo'ydi? Qo'shib qo'ydi. Ya'ni bu hozir qadar qiyg'alini kirib baqmadiq deyish mumkin deydi. Lekin bu vuqo bilan javozning o'rtasida unda nima yo'q, talozim yo'q. Endi mumkin. Hozir qadar qilmagan bo'lsa bundan keyin qilish mumkin deganda. Namozda beshinanda asman ko'chada Alloh diqqat qilsin. Allah'ın Ko'zni. Bunun için bizler düşünmüyoruz ya. Haqiqiy bo'lsa bo'ldi. Bu haqiqiy hech qanday istihol yo'q. Kız ağaç kokini qarab qoldi deb qo'yadi. Shu haqiqiy ma'nosi kuchli shumi. Yani ko'zni qarib qo'ysin, ojizlik qo'ysin, shu yaqtifu basarav degan ma'noda. Endi bu nega berib taqildi bo'lsa, bu ummatda surat mubaddal bo'lish bormi yo'qmi degan. Ba'zi rivoyatda Allah Teala bundan aslını soğantım, okulda manasıya icabet kılmayan durduğu bir-biri bilen kırışıp etmesin diyen de onu icabet kılmagan. Lekin asmandan ya bir diyanın tigide bunda bala vermeklikke dua kılsa icabet kılıyor Allah Teala. Bazen mesh kılışım bunda dua kılıp mesh olmasıka Allah Teala icabet kılgan. Bütün surat mubaddel olarak etmez. Başka hayvanın suratda burun kılıp kırada vel kanazirga ilim ketti o. Şunda bulup ketmeslik kelim kıygandır. Lekin ba'zi hadisda sayakunu fi ummati mashkhun va khasfun deb keladi. Mashkhun va khasfun va qazfun. Demak, khasf degan yer yutib ketish. Ummatim nima yer yutib ketgan men balal jazoli bo'ladi. Va mashkhun deganmi surat mubaddal bo'lish bo'ldi deb keladi. Ha? Yer yutib ketgan bormi? Ya tavrab yer yutib ketgan nima bor? Ondan sura mubaddalning ba'zilar bor deydi. Masalan, o'tanda burun shunda o'limalarga qattiq azab bergan shu nima? Cho'shqi surtiga kelib qolgan. Ko'rganlar shiroat qildi. Balasi 3-4 kun qahrini chigizmay o'lish oldida uzrab bilan qisman cho'shqining shaklidan ketdi. Burun o'sha 50-yillarda butun o'limalarni tutib qiynab, qattiq azobga esnaji degan bir rasululloh shu o'ladigan chog'da shu surati rasmiy cho'shqininki bilan o'xshash bo'lib qoldi. Bu bir xil surat mubaddal qilish mumkin. To'liq hayvon qalbiga o'zgarib ketmasa. To'liq hayvon o'zgarmasa ham shunda bir surati ma'noda ra'sahu deb qo'ydingmi sen? Beshinchi eshak dal unda o'xshab eshakni qilsak bo'lmasin biroz shunga o'xshab qolsa shudan. Biroq unda bizlarda shu to'liqlam to'liq ha. Cho'shqiga aylantirayotgan, maymunga aylantirayotgan so'ng Yahudiyni ibn al-Qirada vel Hanazir deydimizmi? Demak bu masx qilishmi mumkin endi. Al-fasl as-sadis fima hamalahu al-imam an al-ma'mumin. Imomning shu
Akı tuğanın namazı katta mesuliyet bulamdı bu munda. واتفقوا على أنه لا يحمل الإمام عن المأموم شيئا من فرائض الصلاة ما عدا القراءة. قراءة بسناس أنه مسلوم يدور. بنو اتفاق. فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. demek قراءة إمام نينكه قراءة مأموم كي سببولده. لكن başka işede o مأمومның işini imamın da koyduğun da bir iş yok. أحدها أن المأموم يقرأ مع الإمام فيما أسر فيه ولا يقرأ معه فيما جهر به. Bu İmam Malik'nin karşı ülük okuyan namazda imam bilen okumaydı akıl tuğal. İşit tuğan namazda okuydu. والثاني أنه لا يقرأ معه أصلا. Yani İmam Ebu Hanife'nin karşı bu. والثالث أنه يقرأ فيما أسر أم الكتاب وغيرها. Üçüncüsü mahfi okuyan çağda Fatiha ve başka surunu okuydu. Ama ülük okuyan çağda Fatiha'nı okuydu. Bu İmam Şafii Ahmet'nin karışı. İmam Ebu Hanife'nin karışı okusanız mekruh dedi. Okumayısınız. Okusanız mekruh. Yani akıl tuğan cemaat okumaydı demez. Andı üçüncü ennehu yakra degene yakra'u vücuben demek. Vacip diyen. Okuydu degene mesela vacip demek. Ve ba'duhum farraka fil cehri beyne en yesma'a kıraatel imam ev la yesma'. Bazen de ülük okuyan çağda İmamның qiraatini sirti tashqir tuğalla, sirtni qalqi tuğalla anlamasa o'qish buldi deydilar. Anlamasa tinchib turdi, anlamasa o'zi o'qiydi. فأوجب عليه القراءة إذا لمسه ونهى عنها إذا سمع. وبالأول قال مالك. Demek birinci qarash imam ülük o'qigan chaqda o'qimaydi, siz o'qigan chaqda o'qiydi degani Malikning qarashi. إلا أنه يستحسن له القراءة يستحسن له القراءة فيما أسر فيه الإمام. Demek imam işi okuyan ahvalda cemaat okusu yaxşı deb qaraydi. Mustahab deb qaraydi. Ve bisani yani mekruh yani fakat okumaydı degine Ebu Hanife. Vacib emas belki mekruh. Ve bisalis qala Şafii yani yaqra wujuban degine. Ve tefriqatu beyne yesma' ev la yesma' huwa qawl Ahmed ibn Hanbal. İmam Ahmed eğer anlasa, avazını anlap turgan bolsa, o'sha o'qimaydi. Anlamasa ondan. Endi men Hanifi mazhabda unda bir rapak qilgan. Masalan sirti turdi. Ikkinchi qavatda bu imomning namozini qiroatini anlamaydi, ülük namozini. Faqat bunda ahvolda bu odam jim turamdi yoki bir narsa o'qib turish kerak. Ba'zilar unda anlamaydigan bo'lsa, o'qib turmaydi deydilar. Chunki jim turgandan bu yaxshi. Bu İmam Ahmedninki tushib qolgan. والسبب في اختلافهم اختلاف الأحاديث في هذا الباب وبناء بعضها على بعض وذلك أن في ذلك 4 أحاديث أحدها قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وفاتحة أقسم واجب تكتور بأتكت وادس وما ورد من الأحاديث في هذا المعنى مما قد ذكرناه في باب وجوب القراءة. والثاني ما روى مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا وياتن من بلن بالسنة قرآن قدومه قندار دبسوده فقال رجل نعم أنا يا رسول الله من وقانتم يا رسول الله دبته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي نازع القرآن يعني من القرآن من başkalarından taçıp kaldım ki değme asli sen okutken sende de bunda değil. Münaza'nı tartışıp kalma diyen. Fentehen nasu anil qira'a. Yani okumanlar ya. Ya da men okugan çağız okusama bulmaydı. Şundan cemaat okuşun ne kıldı? Fîmâ cahara fihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah ülük okuyan namazda şundan cemaat okumaydıgan boğan teyri. Mar hadisine kim rivayet kıldı? İmam Malik, Ahmed, Ebu Davud ve Tirmizi rivayet kıldı. Hasan boz gerek. Fentehen nasu anil qira'a. Muşu hadisini diyendinken cemaat okumaydigan bo'ldi degan hozir mana o'qimaslikninki dedi. Hech bo'lmasa jahri namozda o'qimaydigan bo'lgandan bu sirri namozdami bir tarafdan dalolat qilish mumkin. Va thalithu hadis Ubad ibn Samit radhiyallohu anhu qala salla bina Rasululloh sallallohu alayhi vasallam al-ghadata. Bundan o'qitdi. Fataqulat alayhi al-qira'a. Sal qizinib qilib qiraatda yani bazı duduqlab qopdi o'qimay qolgan faman sarafa qala inni la arakum taqrauna wara al-imam. Men sizlarning imomning oqib turib bunda Qur'on o'qiganini ko'rdim-ku debdi. Ya'ni kim? Shunda Rasululloh biz o'qib qala fala tafalu. Unda qilmanglar illa bi ummul Qur'on. O'qimasan Fatihani o'qinglar demoqchi. Qala Abu Umar va hadis Ubad ibn Samit huna min rivoyat Makhul va g'ayrihi muttasil sanad sahih. Demak, ma hadisni Seyyidatlar, Ubad ibn Samit. Men İbn Hibban ma Seyyid rivayet qilgan.
والحديث الرابع حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءته له قراءة. İmam ixta qilgan chaqda imomning qiroati ashun qiroati hisob bo'ldi degan. Bu ojiz deb qaralgan hadis. Bu ojiz deb dedi, lekin buning boshqa yo'li bor ekan. Ya ojiz degan yo'ldan boshqa yo'li bor ekan. Mursallikim bor. Ya shu ojizning bir turi deyapsiz mursalni. Hafiz ibn Hajar ojiz deylik. Lekin uning boshqa olimlar Hanafi mazhabining bunun hadis olimlari buning boshqa yo'llarini bayon qilib, bir yo'ldan ojiz bo'lgan bilan boshqa yo'ldan ojiz emas chiqadigan ahvol bor. Chunki bir hadis degan bir qancha yo'lda rivoyat qilindi. Yana bir sahih hadis bor, 5-hadis. İmam Ahmad sahih degan edi. Va huwa ma ruya annahu qala sallallohu alayhi vasallam idza qara'a al-imam fa ansitu. Bu sahih Muslimda rivoyat qilingan hadis bu. Fa ansitu deganim shada nima degan bo'ldi? Jim turinglar degan bo'ldi. Va idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. İstemiyor degan quloq solib tinchinglar degan bo'ldi. Ansitu degan jim turinglar. فاختلف الناس في وجه جمع هذه الأحاديث. Bu hadisni qanday bir taraf qilishni مذاكرة اختلاف. فمن الناس من استثنى من النهي عن القراءة فيما جهر فيه الإمام قراءة القرآن. İmam üllük okuyan ahvalda Fatiha'nın bunun sırtı koymaz. Fatiha'nı akıttığı adam okuydu deyip istisna kıldı. Ubad ibn Sabi'nin aşı illa bi Kur'an geldiği asasını. Ve minhum men istethna min umumi kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem la salata illa bi fatihatil kitab. Diyendin me'mumunu çıkarıvetti. Fi salatil cel. Üllük okuyan namazda me'mumunu çıkarıvetti. Çıkarıvetkendiken bu İmam Malik'nin karşı oldu. Ama üllük namazda me'mumunu çıkarıvetkendiken bu hesap bulardı. Fatiha'nın okuması hesap buldu diye yakbadı. لِمَكَانِ النَّهْيِ الْوَارِدْ عَنِ الْقِرَاءَ فِي مَا جَهَرَ فِيهِ الْإِمَامِ. Nima uchun buni chiqarıvetti desa, imom üllük o'qigan chaqda jim turinglar, o'qimanglar, mali nazal Qur'on degan anda cheklimil bo'lgan ekan, jim turish talab qilinganlik uchun buni chiqarıvetti. Bu ham Abu Hurayraning hadislarida mali nazal Qur'on degan. Va akkada zalika bi zahiri qawli ta'ala. Buni andan taxmi chingdab Tehim müstehkemlep ma ayetini dil keltirdi. Ve idâ kuri'al Kur'anu festemi'u lehu ve ansitu leallekum turhamun degan ma'na. Demek şu ayet hazır namazda düşken demek. Ve hâzâ innema varada fis-salâh. Endi jim turish insat vacib desek, jim turish bu qiraatga zid qilish, nima? O'qimay jim tur demakchi. Yani ba'zida bu yoq bu namozda tushgan emas deyish mumkin. Ya bu xutbatul jumoada tushgan deyish mumkin. Yoki umumiyda Qur'on o'qilgan chaqda bunda tanishib turish deb tushunish. Qur'on o'qilgan chaqda boshqa ish bilan mashg'ul bo'lmay ekan u bu deb qaraydilar. Wa minhum man istethna al-qira'ata al-wajiba 'ala al-musalli al-ma'mum faqat sirran kan salat aw jahran. Üllük namoz olsun yoki ishida o'qilgan namoz olsun, aqib turgan yani iqtido qiluvchi buning sirtida dedi. Bu İmam Abu Hanifa'dan qarashi, tamam? Bel okumasang bo'lmaydi degandan hozir iqtidoqiy uchun chiqaribdi. Okumasin bo'ldi. Va ja'alal vujubal varida fil qira'a fi haqqil imam wal munfarid faqat. Demak, qiraatni kim o'qish kerak, kimning haqqida vojib desa, imom o'qiydi, yolg'iz o'qigan, ayrim o'qigan odam o'qiydi, ammo jamoat o'qimaydi. Masiran ila hadisi Jabir. Jabirning hadisi man kan lahu imamun fa qira'atuhu lahu qira'a degan hadis. Ashuni hisob qilyapti. وهو مذهب أبي حنيفة منه. فصار عنده حديث جابر مخصصا لقوله صلى الله عليه وسلم وقرأ ما تيسر ما كان فقط. حديث المسيء صلاته ده ثم قرأ ما تيسر ما كان من القرآن دلوا ما تيسر من القرآن هذا نمته وقيادنا شيء قيس آياتنا قيس سورة أقسم أقود جن من هذا وقمسان بولدور يابان كم نسبة مأمون نسبة تفسخ الوقت çünkü قراءة الإمام قراءة الله جالس بقولنا لأنه لا يرى وجوب قراءة القرآن في الصلاة. Çünkü İmam Ebu Hanife namazda Fatiha'nı okuşunu vacip emas deb qaraydi. Emniyette ma vujub degan so'zda mas'ul vacib. Bunun demek şu nazar, ma'lum istilahda vujub degan shu rukn farz degan ma'noda. Ashuni o'qimasa da namoz bo'lmaydi. Ama Ebu Hanife'ning istilahida Ebu Hanife Kur'an o'qishni o'zini farz deb, qaysi sura bo'lsa, Fatiha'ni o'qishni vacib deydi. Ve innema yara vücubul kıra'a mutlakan yani kıra'a mutlakan farz deb qaraydi dedi. Ma Fatiha'ni o'qishni farz demaydi demek. Alama taqaddam. Ve hadis Jabir lam yarvihi marfu'an illa Jabir al-Jufi. Jabirning hadisini
Jabril Jofi'la marfu qilib Rasululloh taqgan undan boshqalar undan o'qimagan. Wala hujja fi shay'in mimma yanfarid bi. U yolg'iz rivoyat qilgan ojiz hisoblanadi, hujjat bo'lmaydi. Shundaydi. Qala Abu Umar va hada hadithun la yasihhu illa mawqufan deyish kerak. Marfu emas uning kitobda. Illa mawqufan bo'lish kerak. Bu illa marfu'an bo'lsa-dan shunami? Mawquf rivoyat qilmay, marfu' ham rivoyat qilindi degan. Asli illa la yasihhu marfu'an ya illa ni tashatanlar. La yasihhu marfu'an an Jabir. Lekin boshqa hadis olimlari Jabir al-Jofi orqali emas, boshqa yo'llar bilan unda ojiz emas deganni isbotladi. Shundan bu hasan bo'lgan shu. Imom Malikning shu bakra muvaffaqmi? İmam Malik'nin ottırahal ülkende. Yani İmam Malik'ninki İmam Üllük okuyan namazlarda anlayamaz, cimtirimiz. İmam İşit okuyan namazda özümüz okuyumuz. Yani Fatiha'nın surunu okuyumuz. Yani İmam Ahmet'in ayrıca anlarsa okumaydı. Yani cehri namaz olsun mu anlaşkı bağlıktır. Yani bir ittifaklı İmam Ahmet'in benim Malik'inde anlamaydı ama peşinesinlerden var. Ona da ittifak oldu değil mi? Yani ittifak oldu dediğimiz hazır okuş doğruluğu ittifak. Tamam. نقول الفصل السابع في الأشياء التي إذا فسدت لها صلاة الإمام يتعدى الفساد إلى المأمومين. إمامنا نماز بزكت قاسا بو بزقلق جماعة نماز أتكزغان الله. واتفقوا على أنه إذا ترى عليه الحدث في الصلاة فقطع ترسن كتب قلا مثلا برا أهوال ولا قلب نماز غتش نماز تخطب قيد ليلة إمام. أن صلاة المأمومين ليست تفسد. جماعة نماز بزلمايد. Çünkü o adam orna bizim destek koyduğu bular. Yani cemaat öz aldığı mesela bizim çıkarıp koymay bir patparasılık olan özü ayağında davamlaştırıp gidiyor aslında bu. Demek bunda ahvaldan buzulmaydı da ispat geldi. Vaqtafu idâ sallâ bihim ve hu cunub. Cunub alet namaz okup kalan boşça aqı tuğalla namaz okup boğanın kim? O imamның cunubluğunu şu kim bilipti? Faqala qavmun salatum sahiha. Kim bilgen bolsa dürüst buladı. Yani cemaatin namazı demek. İmamның namazı elbette o buzuldu. Lekin cemaatin namazı buzulmamdı. Birinci qarashliklar to'g'ri bo'ladi. Ikkinchi qarashlik buzildi de. Yani uchinchi qarashlik tafsili bayon qilib, imom o'zi bildigan bo'lsa ya unutib qolgan ahvolda bunda bo'lsa, buning boshqacha bo'ladi. Faqal inkan aliman fasad salatum. Agar imom o'zi junublikni bilib turgan bo'lsa, oxirgi albatta o'zining buzildi albatta. Oxirgi jamoatning masalasi bo'lgan kim yerda? Shunda fasadat salatuhum. Agar unutib qolgan bo'lsa, keyin esi kelgan bo'lsa, u chal o'nning namozi buzilmaydi. Taqib turganning to'g'ri bo'ladi dedi. Va bil avval qala Shafi'i. Birinchi qarashliksa, ya'ni salatuhum sahiha degani Imom Shafi'i. Chunki bu Shafi'ning nazarida imom bilan jamoatning o'rtasida munosabat yo'q namozning. وبالثاني قال أبو حنيفة ikinci salatun fasida degani Abu Hanifa dedi. Çünkü salatul mu'min murtabita bi salatul imam deydi. Üçüncü qarashlamda unutib qolgan bo'lsa, o'zi bildigan bo'lsa degan tafsilotni Imom Malik. Va sabab ixtilafim hal sihhatul iqadi salatul ma'mum murtabita bi sihhati salatul imam am laysat murtabita. Bağlanışlıkmı, bağlanışamaslıkmı? Faman lam yaraha murtabitatan qala salatuhum jaiza. Ve man ra'aha murtabitatan qala salatuhum fasida. ومن فرق بين السهو والعمد قصد إلى ظاهر الأثر المتقدم وهو أنه صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم أن انكثوا فذهب ثم رجعوا على جسمه أثر الماء. مش أساسا bu isidi yok olan iken ağıl namazda tüyverdi demek çağırır. Ma veciddalara o namazını buzmayı tuğde, onun namazı buzuk etmedi demek. Ki Resulullah kilip yana kage yerden davamlaştırdı demek. Toktuk koyga yerden davamlaştırdı demek. فإن ظاهر هذا أنهم بنوا على صلاتهم والشافعي يرى أنه لو كانت الصلاة مرتبطة لازم أن يبدأوا بالصلاة مرة ثانية. İmam Şafii'nin karşı boyunca eğer bunun namazı Resulullah ya imamның namazından çekişik olduğun olsa bu cemaat ikinci katım Resulullah kep koğanın iken ikinci katım Allah'a böyle yanıdan başlaşı gerekti. Ya ki arkadaş namazı buzup ketken ahvaldı mı? Anının kıyas kılır. İttifak ornuma var. İmamның tarifini kesse namazı buzuldu diyen eğer bağlanışlık desem buzuluş gerekti manında. Ondan bu buzulmaydı. İmam Malik'ninki de o belki bulava değişmiyor. Çünkü bu hükümet onunla. Hükümet ağırlıkken bu mazur. Bunda yengillik. İmamına takvadar, bunda cemaatini kuvvetmeydiğen bunda adamına tallaş gerekti.
مثلا قدمه الباب الثالث من الجملة الثالثة والكلام المحيط بقواعد هذا الباب منحصر في 4 فصول. الفصل الأول في وجوب الجمعة وعلى من تجب، الثاني في شروط الجمعة، الثالث في أركان الجمعة، الرابع في أحكام الجمعة. جمعة أحكام القادر. الفصل الأول في وجوب الجمعة ومن تجب عليه. جمعة كن دام ده جمعة أقش فرز. جمعة كن الله فزيلة الرواح أمده كم واجب بلدور يمن. أما وجوب صلاة الجمعة على الأعيان يعني فرض عين ينجبه فهو الذي عليه الجمهور لكونها بدلا من واجب وهو الظهر. يعني peşinin ornadaki namaz olan iken bu. Ama yattı bu peşinin ornadı mı ya ornadamaz üzüşü mü? Yani talaştaşı var. Onun icra tutsak hazır. Umuman 95% 99% diyende hem de alımlar bu farz-ı aynlikle ittifak. Yani vücub على الأعيان دقنا شو فرد عين ما تمشي كفاية أمس لظاهر قوله تعالى ديلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع مش هذا فاسعوا ده بيرق ده واجب تنبلو ده عندهم يعني بردلالة وذروا البيع ده البيع كان حلال جماع شن bu Allah lazım koyup nukleştiyen sol kısım aram buldu diyene bu çağda vacibini tahmin taktildi. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ينتهين أقوام على ودعهم الجمعات ودعهم يعني تركهم أو لا يختمن الله على قلوبهم يعني قلبك بشت لتذكر جمعة تشلت قارسة الله تعالى دلرغ بشت روتو ثم لا يكونن من الغافلين غافل الله دي يجب كتداو bu bir xil vaid ma jumani tashlab qo'ysa vaid keldi. Undan o oyatdan ma'risdan dalil bo'ldi. Anda biz bayatdan jumhur degan so'zni ijmoni naql qilgan olimlar. Ya'ni va shaz nima qarashni hisob qilgan chog'da ijmo bor deymiz. Demak bu ijmo Qur'on hadisdan keyin ijmoni dalil qilib akasilik bo'ldi. Mas Ibn Munzir, Ibn Qudama bular ijmoni naql qiladi. Va zahaba qawmun yani jumhur deb qawmun manda dedim. Bunun qarashqandagi ko'ra baqili. Qawmun yani bu İmam Şafii'ga nisbat berildi. Ila anna min furudil kifayat deb baqitgan. Nusiba ila Şafii danglamını. İniq amma Şafii'ning da iniq bunda deganligi ma'lum emas. İmam Şafii shu vojib deb qaraganlar qatori. Kifayat deganga iniq bunda dalil yo'q. Bunda so'zdan o'ylab qolganda bir ahvol bor. Van Malik rivoyat shazza anna sunna. İmam Malik'ten şaz bir rivoyat var. Bu şaz rivayetini biz sahih rivayet bo'lganken buni hisob qilmasak, İmam Şafii'ning bu anda xato nisbat berishini hisob qilmasak shu ijmo degan bo'ldi. Va sababu fi hada ixtilof. Mushunda rivoyatlar bor, ixtilof bor degan taqdirda bu ixtilofning sababi nima? Amaliyotda ixtilof yo'q deymiz biz. Bo'ldi ish tugadi. Lekin manda rivoyat kelib qolganda deb qarasa bu nima uchun bunda deyilib qolibdi kelsa, sababi bunda. Teşbihuha bi salatil Eid. Eid namazı o'xshatib qolganlikdan. Liqouli sallam inna hada yawmun ja'alahu Allahu Eida. Bu İmam Malik Muvatta'da rivoyat tutgan. Bu kunni ham da Eid kuni qildi. Ya'ni musulmonlar yig'ilishib, bir to'plashib, ko'rishib, xutba so'zlab nima qilgan bo'lganki Eid namoziga o'xshash bunda bo'lib qoldi. Amaliyotda bu juma kuni bir Eid kuni ham. Nurg'un cho'ng voqeali bo'lgan kun. Hazrat Odamni yaratgan, Hazrat Odam tövbesi qabul qilingan. Yani manda olgan deb fazilat var. 70-80 xil fazilatni sanash mumkin juma kunida bo'lgan ahvollar. Wa amma ala man tajib fa ala man wujidat fihi shurutu wujubi salati al-mutaqaddima. Namaz vojib bo'lish uchun baligh, aql, yendek shartni satr al-awra, istiqbal al-qibla, namozdan shartlandirdi-ku, tahara. O'sha hammasi shun shart. Wa wujida fiha zaidan alayha 4 shurut. 4 shart ortiq odatlik namozdan ma'noda ortiq deydi. İkisi ittifoq, ikkisida ixtilof bor. İkisi ittifoq degani erkak bo'lish kerak, undan keyin sog'lom bo'lish kerak. Er bo'lmasa bo'lmaydi. Sog'lom bo'lmasa undan vojib emas. Kasal. Fala tajib ala imra'atin va la ala maridin bittifaq. Yani ittifoq holatda ayol kishiga kasalga vojib emas. Bu nima yengilligan, yengillatish vojib emas degani, masalan, ayol kishi ham davomli qilsa chiqib nima qilib qo'lanmagan ekan, kasal kishi ham o'zirlik bo'lgan ekan, buni yengillatish bo'ldi. Walakin in hadaru kanu min ahli al-jum'a. Lekin qatnashib qolsa jumaga, u chaqda jumaning jamoat qatoridan bo'ldi demak. Juma jamoatning qatoridan bo'ldi degani ma'lummi? Ya uningdan peshim uni chiqdi deymiz. Yana bir tarafi aniq son shart qilganlar, bunda bir nima bor? Bu masalan shu qatorga chiqdi deydi.
Mesela 40 adam deb shart qilganlar, u da ayol kishi bo'lib qolsa, mana 40 adam to'shdi deb sanni to'shqizishda hisob o'tizar. Ondan ulamo albatta xutba tinshash, ma'noda vojiblikka, mesela shu uygun bo'lish kerak. Va ammal muxtalafu fihima fahuma al-musafiru wal abd. Musafirmi bir xil qiyinchilik ahvolda bo'lgandan keyin buni o'zirlik pul malaymi xo'jayinning xizmatida bo'lgan bo'lgan ekan, bu ishni qilib bo'lmagan yo jumaga olsa u ishni qilib bo'lmagan bunda bo'lgan ekan, buningmi bir kengchilik hisobida juma saqitmi, saqit emasmi? Tal jumhur ala annahu la tajib alayhima. Ko'pchilik olimlar ular vojib emas. Lekin katta olsa shu juma jamoatining darsi kirib o'qib qolsa. Mesela musafir adam ekan, bu safar qildi, bu yerda mashinada tushgan, aeroplan tushgan chog'da juma namozni o'qisa, juma o'qitaya deb chesa, bo'ldi. Peshim chiqadilar shu. O'qigan ekan, shu vojibni ado qilayotgan bo'ldi. O'qib qolsa, hisob bo'lar. Balki endi buni yana ba'zi mazhabning qarashi bo'lishi mumkin. Lekin to'g'risi, musafir agar juma vojib emas. Mesela ayol kishining dedi-ku, juma vojib emas edi. Lekin bu qatnashib juma o'qib qolsa, uni shu bir vojibni ado qilgan bo'ldi, unda juma saqit. Shunga o'xshash musafirmi qatnashib qolsa, juma o'qigan ekan, peshim saqit bo'ldi. Wa Davud va ashabuhu annahu tajib alayhim al-juma. Musafir bilan qulg'imi juma vojib deb turibdi. Zohiriylar. Endi Imom Zuhriymi bilgan, lekin bu jumaning azini anglab qolsa debdi. Azini anglash. Azini anlamasa mayli. Anglab qolish kerak. Wa sabab ixtilafun fi sihhat al-athar al-warid fi dalik. Bu vaqt kelgan hadis saymi saymasmi shu ixtiloflashib qolganlik uchun bu talash kirib chiqdi deydi. Va qawluhu sallallohu alayhi vasallam al-jum'atu haqqun. Mana haq degan bekitib ketgan narsa demak. Vojibun, vojib. Ala kulli muslimin fi jamaa. Jamoatda o'qish kerak deydi. Illa arba'a. Faqat 4 kishi bilan vojib emas. Abdun mamluk, aw imra'atun, aw sabiyyun, aw marid. 4 kishini sirq chiqaradi. Va fi ukhra illa 5. Yani bir rivoyatda 5 kishini chiqarayotgan avvalo buning ichida musafir bor birisi. Anında musafir yo'qdi 4ta. Mana musafir. Yani bir rivoyatda ahlul badiyat. Ahlul badiyat degani beklamam bu jamoat to'plashib bunda o'qidagman masalanda cho'l jaziradagi bu yerda yuradigan odamlarni. Tashqi olganning alaqa ularda yuradigan padishildak bunda odamlar. O bijaga chiqib bu juma o'qitni o'qiydi. Illa 5 degan rivoyatda aw musafir deb 5-si keldi. Wal hadith lam yasih 'inda akthar al-ulama. Lekin ko'pchilik olimlar say emas deb qaradi. Say deganlar bor demoqchi. Amaliyotda bu hadis say emas. Abu Dawud rivoyat qilgan. Bu sayamiz deganni qanday desa, nagir taqaddus bor istan. Buni Tariq ibn Shahab degan bir sahoba rivoyat qildi. Sahoba rivoyat qilib, Rasulullohni ko'rgan, ko'rmagan, rivoyat qilgan degan bir talash-tarash bor. Rasululloh rivoyat qilmoqqa ko'rmoqtikan deydi. Bu bak ojiz darsiga apasaq, nagir taqildi mursal sahobiy bo'ldi. Mursal sahobiy bo'lgan ekan, o hammalar amal qilgan bir doiraga kirib ketdi deydi. Bunda yana ixtilof yo'q. Demak bu amal qilgan hadismi shu? Kattaqdimizni ustoz xutbasida tumoqdi. Ortiq chiqqan bo'ldimi yani? Yo'q, bular shu. Mayli. Hadir jamoat qitildi qo'ydimi guruhdan? Mayli. Jamoat jam bo'lgan kim bo'ldi? Shu farz emas, shu ayol kishi kasalga mahalla ittifoq bor. Hali mahalla ittifoqqa islolangan. Xudosi ma bo'lmaydi desak, nima ish bo'ldi desa. Qashini javob bersangmi, ma'nosi chiqadi. Ayol kishi bilan kasalga nima uchun zot o'qisa, gardin saqtildi dedi. Qashini hal qildi, undan keyin ma'no o'tadi desak, uni hal qilmaymiz. Qilmagan ma'noga majbur qilmaydi. Demak, musafirning ixtiyorligi bor. Shu peshim o'qiymiz ismi ixtiyorlik bor. Juma o'qiymiz ismi ixtiyorlik bor. Juma o'qiylar jamoat 7-8 aylan bo'lgan ekan. Biz abtuzan adam 20 adam bor ekanmiz. Toplamishadi ahlimizda takdimizni shiplam turib xutbani so'zlab o'qibdi. Tamam bo'ldi. Bu o'zidan himmatda. Peshim farzda bular juma o'qiylar deb himmat qilgan ekan, gardindan farz ado qilib ketdi. Yani şu ayol kishiga o'xshash. Bu bir xil nima? Sizga menda ig'ir talab qo'ymaymiz. Agar sharoitingizni qilib, himmat olib o'qiyman deb mayda qilib chiqsangiz, mayli, tabiha va na'ma. Agar yo'q, masal tashkilda menga deb qolsam, mayli, inson kamchilik bor degan gap.
Ha, ya'ni bir xil o'qimaslikqa ruxsat berganlikda bu. Albatta, ruxsatni qabul qilish ma tarafdan yaxshi tarafi bo'lishi mumkin. Allohu a'lam.